Siz chupakabraga ishonasizmi? Ya'ni chupakabra degan bir maxluq bor. U hayvonlarning qonini ichadi. Siz hayotingiz davomida hech shunaqa hayvonni ko'rganmisiz? Juda ham badbo'y va juda ham iflos hayvonmi? Keyin bugun kameraga tushib qolgan chupakabra haqida gaplashamiz va u videolarni ko'rib chiqamiz. Top 6 ta haqiqiy hayotda kameraga tushib qolgan chupakabralar videolari. Do'stlar, obuna bo'lishdan chiqmasin, chunki keyingi video bundan qiziqarliroq bo'ladi. Bo'lmasam boshlaydik. Chupakabra bu italyancha so'z bo'lib, qon suruvchi ma'nosini belgilaydi. Ya'ni chupakabraga siz ishonasizmi? Bu ilmiy jihatdan isbotlanmagan, lekin juda ham ko'plab odamlar ko'rgan hayvon hisoblanadi. Bu hayvon hamma hayvonlarga o'xshamaydi. Bu o'zini o'ljalarini qonini so'rib oladi va juda ham vahshiy ko'rinishga ega hisoblanadi. Do'stlar, keyingi bu videoda top 6 ta video kameraga tushib qolgan chupakabralar haqida gaplashamiz va ularni ko'rib chiqamiz. Bular haqiqatan ham bor narsami yoki-da yo'q? Qiziqarli fakt: chupakabra afsonaviy hayvon hisoblanadi. Ya'ni olimlar aytishicha, bularni shunchaki odamlar, mahalliy aholi o'ylab topgan, lekin odamlarning orasida juda ham ko'plari ularni videoga olishga ulgurishgan. Chunki bu hayvonlar haqiqatan ham odamlarni mol-ko'llarini yeb tashagan. Va bizda 6 ta haqiqiy video kameraga tushib qolgan chupakabralar. 2014-yil. Texasdagi bir aholi chupakabrani o'ldirdik va uni otib tashladik deb e'lon qilishdi. Bu g'aroyib yovvoyi hayvon anchadan beri bizni mol-ko'limizga xalaqit berayotgandi va juda ham ko'plab hayvonimizni yegandi, qonini so'rgandi deyishadi bu oila. Va bir kuni ertalab men bu hayvonni ko'rib qoldim va baqirdim. Nevaram esa miltiqni olib uni otib tashladi va rosa ham o'ldirdi deb e'lon qilishgan. Bu hayvon nima bo'lishi mumkin? Siz o'zingiz videoni ko'rib, rasmni ko'rib baho beringchi. Rossiya 2021-yil dala hovlidagi hayvonlarimni yeb tashladi va qonini so'rdi deb e'lon qildi va internet tarmoqlariga rasmlarni, videolarni qo'ydi. Bu hayvonlarni yemadi, shunchaki qonini so'rib ketdi. Lekin bu hayvon qochishga ulgurdi. Yoki-da shu atrofda o'rmonda yashaydigan qaysidir hayvonni mutant versiyasimi? Siz nimada bo'laysiz? O'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiringchi. Bu qanaqa hayvon? Uzunligi 1,5 metrlik joydan sakrab ketdi va buni chupakabra deb u odam aytdi. U yerda yashaydigan aholi ham aytishicha, bu haqiqatan